Sizlarga taklifimiz bor. Sergeli Xonobod mahallasi. Uchi 2 sotix, 6 ta xona, 3 ta sanuzel, oshxona, yerto'lasi bor uyimizni sotuvda. Yevro remont qilingan, sizlarga yoqishi aniq. Narxini esa oxirida aytaman, kuzatib turinglar. Ketdik. Uyimizning hovli qismiga ham kirib oldik. Juda ham chiroyli remontlar, traminchilar qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, mashinaga esa joyimiz bor, tepasini navislar qilib qo'yishgan ekan. Yozgi oshxonaga esa joyimiz ham bor. Yerto'laga esa hovlidan tushib ketsa bo'ladi. Sanuzelimiz hovlida joylashgan. Zeleniy zonani qarang, chiroyliligini. Uyimizga esa ikkita kirish eshigi bor. Bu yoqdan ham va bu yoqdan ham kirsa bo'ladi. Ketdik ko'ramiz. Uyimizning ichki qismiga ham kirib oldik. Kattagina hol ekan, lekin egalari mehmonxona qilib ishlashayotgan ekan. Yo tarafimizda 3 ta yotoqxona, bitta umumiy sanuzel joylashgan. Yotoqxonada odam bor ekan, kira olmaymiz. Bolalar yotoqxonasi orqa hovliga ham chiqib ketsa bo'ladi. Umumiy sanuzel, mehmonxona va oshxonamizda hamma texnika, mebellari, xolodilnik, kirmoshina hamma narsa qolar ekan. Kelinglar. Kattalar yotoqxonasi o'zini sanuzeli bilan. Uyimizning narxi 167 ming dollar deyilyapti. Kelsanglar sizlarga kelishtirib beramiz. E'tiborchi rahmat, omon bo'linglar.